Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Omonmisiz? Siz jo'natayotgan kommentariyalaringizni birma-bir o'qib, so'ragan ta'birlaringizni topib, sizlarga yetkazishga harakat qilib boryapman. Sizlar esa jo'natishdan tortinmang. O'quvchingiz Hilolaxon esa hamisha xizmatingizda. Bugungi o'qib beradigan ta'birim esa tasbih haqida bo'ladi. Bu tushni mendan obunachimiz Yasminaxon Karimova so'rabdilar. Marhamat Yasminaxon, tinglang. Tushingizda qo'lingizda ushlab turgan tasbihni ko'rish boshlamoqchi bo'lib turgan rejalaringizni avvalidan tugatilmagan vazifalaringiz borligiga ishora ekan. Ibn Sirin bu ta'birni aytib bera turib, sigiringizni sog'ib oling, o'g'lingizni uylab oling, qizingizni uzatib oling, ota-onangizga yangi chopon kiygazib oling, so'ng rejalaringizga qadam bosing degan ekan. Bordiki tasbih qo'lingizda aylanib o'tib turganini ko'rsangiz, u holda siz xayrli rejalaringiz tomon qadam qo'yishingizga dalolat ekan. Yasminaxon, sizni ko'rgan tushingiz ta'biri bashorat emas. Bu ta'birni o'zginasi xolos. Sizlar bilan keyingi chiqishlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni o'zingiz uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling.